Mahmud Abdulmo'min itlarmi? O'shalarni, o'sha hizbitlar itlarda endi ular hammasi. Bitta yoki 10 ta odamni hidoyat toptirganingiz hech qanday savob emas, asli gunoh. Menda ham kichkinalari bor-da shunaqani. Ishonmayman. Kulib o'tib ketaman. Ibrohim Muvahhid va shu Komilaga o'xshaganlar noto'g'ri yo'ldaligini yosh bola ham bilib qoldi. Bu yerdan hech qanday siz bilan men prosmotr ishlamoqchi emasman. Ertaga bo'lishi mumkin bo'lgan mavzularni aytib qo'yaydi. Komilamidi u Muvahhidmidi haromilarni ovozi chiqishligiga sizga tosh otishadigan bo'lsa, ana ahli ilm deydigan bo'lsa, demak bu menga aytib keladi. Hurmatli ahli ilmlarimizni bahsga mukkasidan ketgan insonlarni ogohlantirmoqchimanki, sizni bu bahsingizdan bitta yoki 10 ta odamni hidoyat toptirganingiz hech qanday savob emas, asli gunoh. Asli gunoh, Qur'onga qarshi narsa. Chunki Alloh taolo siz ey Muhammad alayhissalom xohlaganingizni hidoyat qila olmaysiz deb turibdi. Alloh taolo aytadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, u zotga aytilgan narsa biz ummatlarga ham aytilgan bo'ladimi? Demak, to'g'ridan to'g'ri ey Abror Muxtor Ali, ey yana falonchi bahschi, siz xohlagan odamingizni to'g'ri yo'lga hidoyat qila olmaysiz deyapti. Demak, shundan keyin ham yo'q, men hidoyat qila olaman deb turib bahs qilishligimiz nima bo'ladi? O'zi bahs qilishligimiz men hidoyat qila olaman deganimiz bo'ladi. Demak, bahsga mukkasidan ketishligimiz Alloh taoloning to'g'ridan to'g'ri oyatiga qarshi bo'lib qolyapti. Yana bir oyatida la ikroha fid-din, dinda zo'rlash yo'q deyilganda, lekin biz mana bunday bahsni qilaverishligimiz bu dinga zo'rlash bo'lib qoladi. Dinda zo'rlash yo'q. Biz agar to'g'ridan to'g'ri bir o'zimizni fiqhiy masalalarimizni qiladigan bo'lsak, chiqishlarimizni qiladigan bo'lsak, oldi. Olmaydigan bo'lsa ateist ekanligini, xudosiz ekanligini va bu xudosizlik yomon narsa ekanligini yosh bola ham biladi. Va alhamdulillah o'sha Ibrohim Muvahhid va shu Komilaga o'xshaganlar noto'g'ri yo'ldaligini yosh bola ham bilib qoldi. Nima uchun biz ularning ovozi chiqishi uchun yordam berishimiz kerak? Kimga foyda bo'lyapti bu yerda? Dinga foyda bo'lyaptimi yoki ziyon keltiryaptimi? To'g'ri, men tushunaman, o'sha ba'zi bir o'sha mukkasidan ketgan bahs qiladiganlarni mana shun bilan auditoriyani ushlab turaman, shun bilan haligi ahvatlarni ko'paytiraman, shun bilan prosmotrni ko'paytiraman va shun bilan ushlab turaman va eng kamida mana falonchi juda zo'r bahs qiladi. Mana mot qilib qo'ydi. Ey Abror Muxtor Ali va siz kabilar. Sizga haligi hay barakalla deb turadiganlar bor-ku, bosing domlaga, ishonmang. Menda ham kichkinalari bor-da shunaqani. Ishonmayman ularga. Kulib o'tib ketaman. Bosing, gazni bosing. Yorvoryapsiz degani bor-ku, hech qachon do'st bo'lmaydi o'shalar. Hech qachon. Ularga tomosha kerak. Biz zo'r haligi sirk artistlarga o'xshab qolamiz unda. Bularning olqishiga qarab yuradigan bo'lsak. Men ogohlantirayman, chunki Abror Muxtor Ali, siz va yana boshqalar bizlar aqidamiz bir bo'lgan insonlarmiz. Shaxsiy adovat bordir. Alloh taolo o'sha adovatdan ham saqlasin. Lekin shunday bo'lishi mumkin, lekin shaxsiy adovatni dinga aralashtirib olish kerak emas. Bizning dinimiz, aqidamiz bir insonlarmiz. Demak, meni vazifam eslatib qo'yish bo'ladi. Kamida xudbinlikcha aytadigan bo'lsam, sizga tosh otishadigan bo'lsa, ana ahli ilm deydigan bo'lsa, demak bu menga ham aytayotgan bo'ladi. Bu menga ham tegib o'tadi o'sha toshni bir uchi. Men buni xohlamayman. O'sha tosh tegishini kamida menga tegishini xohlamayman. O'shaning uchun bu narsani ogohlantirishligim to'g'ri tushuning siz va boshqalar. Bu yerdan hech qanday siz bilan men prosmotr ishlamoqchi emasman. Ertaga bo'lishi mumkin bo'lgan mavzularni aytib qo'yadi. Yoki siz bilan men tanilmoqchi emasman yo boshqa narsa qilmoqchi, menga umuman kerak emas. Menga umuman kerak emas. Men o'zimning mavqeim ham, martabam ham, boshqa ishim ham hamma narsam yetadi. Yo'q, pul topmoqchi emasman. Men o'zim pulim ham yetadi bu narsaga. Ya'ni tirikchiligim uchun. Bu narsadan men pul topmayman. Or qilaman bu narsadan pul topishga. O'shaning uchun men bu narsani ham ogohlantirib, ibrat sifatida aytmoqchimanki, bunaqa yo'l bilan pul topishga harakat qilmanglar. To'g'ri, o'sha YouTube berar pul, lekin shunga tirikchilik qilib, mana shu tirikchilikdan qolib qolmaslik uchun shundan 5-10 so'm pul topaman deb turib bunday bahslarni yuritishligimiz va bu bahsda ana u isqirtlarni Komilamidi u Muvahhidmidi haromilarni ovozi chiqishligiga sababchi bo'lishligimiz, o'shalarni bir marta gapirib olishga Mahmud Abdulmo'min itlarmi, o'shalarni o'sha hizbitlar itlarda endi ular hammasi. Ana shu itlarning ovozi chiqishligi uchun xizmat qilmang. Ular bahs qilgan bo'lib, ana qani kelsinchi, bu-chi hammasi qopqon. Menga kamida 4 ta 5 ta keladi SMS. Direct degan narsaga. Yoki men qo'ygan narsaga sharh kommentariy yozadi ateistlar.
Xudo yo'q, bor deganlar duxing yetadigan bo'lsa, qani munozaraga chiq, menga yozyapti. Sen agar vijdoning bo'ladigan bo'lsa, oriyating bo'ladigan bo'lsa, bahs qil men bilan. Mana telegramimiz ochiq, kir. Men shu bahschi ahli ilm blogerlarga o'xshatib o'ryapti-da. Mana deb turib kirib bahs qiladi deb o'ylayapti. Yo, u qiyin emas. Ko'rinmaydigan narsani qo'yib olib turib, kompyuterni ochib olib, kompyuterdan aytgan narsani topib turib, oyat bilan ulumat qilgan bo'lib, hadis topib turib, ulumat qilgan bo'lib, u qiyin ish emas. Men ham o'sha blogerlarda bo'lib ketsam kerak, agar yaxshi texnologiyani tushunib oladigan bo'lsa. Undan osoni yo'q. Bahs juda oson. Bo'lib ham bahslarni ko'pini ko'rdim. Ko'rinmaydigan o'sha naqa bo'lar ekanda. Bahsga yozib qo'yib qo'ygan, orqasidan turib 70 ta kirib olib gaplashar ekan. Shuning ichida masalan Abror Muxtor Aliyev bilan yana bittasi bahs qilar ekanda. Keyin haligini mot qilib qo'yish kerak bo'lar ekan. U juda oson hozir internet. Sun'iy ya'ni bir balo degan narsalar chiqdi. Undan oldindan bor edi. Xohlagan mot qilmoqchiman o'sha ateistni, shundoq kiraman Google'ga. Bosaman, chiqadi hamma narsa. Mana sen haqingda shuncha oyat kelgan, shuncha hadis kelgan ayta olayman. Bahs, nima bahs? Mot qilishim mot qilish. Lekin shundan kimga foyda?